Bu bochkalarda nima turibdi deb o'ylaysizlar? Albatta chorva hayvonlari uchun oziqa, yem, dori darmonlari. Biz Namanganga Abduhalil boboni oldiga keldik. Uzoq yillik seleksioner akamiz, yoshi katta inson. Bu akamizdan bir iltimos qildimki, chorva haqida bir yoshlarimizga, yangi boqayotgan aka-ukalarimizga nimalar berish kerak, qanaqa dorilash kerak uy sharoitida. Bir maslahatlaringiz kerak bo'lib qoldi deb akamiz ham yo'q demadi. Zahal aka, assalomu alaykum. Mana. Sizni rahmat. O'tgan yil videoyi chiqarganmiz. Juda ham zo'r foydali ma'lumotlarni bergansiz. O'zim ham bir ikkita foydalanganman ma'lumotlaringizdan. Yana shu ma'lumotlarni berib boramiz. Bizni kuzatib o'tirgan yoshlar bor, ayollarimiz bor, mana chorvachilik bilan shug'ullanib kelyapti. Juda ham ko'pchilik uyda qiziqib chorva boqishyapti, kasal bo'lsa o'zi tuzatishyapti mana dori-darmonlar bo'yicha. Bir maslahatlar berasiz-da? Qo'lda akaga. Mana shu mikrofonni sizga beraman bittasini, Malla aka. Bismillah. Alloh va barakotli va xayrli bo'lsin ha videoyimiz. Amin. Hammamizga foydali bo'lsin, yoshlarimizga ham, yosh katta kichiklarga. Allohu akbar. Boshladik. Olib keling. Abduhalil aka, necha yildan beri shug'ullanasiz mana shu chorva bilan mana? Xo'p, endi chorva bilan shug'ullanganimizni qachon boshlaganimizni o'zimiz ham bilmaymiz. Chorvador oilasida tug'ilganmiz. Ha, chorvadorlar oilasi. Chorvador oilasida. Endi mana Arashan masalasiga kelsak, 5-6 yil bo'ldi, yo'q. 2018. Bu yerda Xusori ham bor, Arashan ham bor, hammasidan bor. Aralash bu yerda, ha. Ha, juda ham zo'r. Bir ko'rib yuring endi, oshlab kiring endi. Qani bismillah. Bu yerda Xusorilar ham bor ekan, ha, Arashan ham. Bu yerda Xusori ham bor, eksperimentga qo'yib qo'yilgan. Aha, mana mana uni qarang. Xusorini ham zo'r ekanda o'zi. Bulardan hozir men o'tgan yili ko'rgan qo'ylar bular jichi kattaroq, ular naryoqda turibdimi? Ha, ular nerada? Bular 3 ta gruppaga bo'lingan. 3 ta gruppada, ha. Yuqorida bor, ichkarida bor. Endi qo'shqor qo'shilgan hozir bularga. Ha, hozir qarang, may oyidamiz, may oyining o'rtasidamiz. Qo'chqor qo'shibsiz. Sabab oktyabr, noyabr oyida tug'dirishmi? Sabab endi sharoitdan kelib chiqqan holda oktyabr, noyabr oylarida bu qo'ylar dalaga o'tlagan chiqadi. Aha. Kuzda ekin-tikin nimalar bo'shagan bo'ladi. Aha. O't, oziqa kuchli bo'lganligi uchun qo'y bolasini yaxshi boqa oladi. Ha, vo ana. Ina salqinda qo'zi ham yaxshi katta bo'ladi. Ha, salqinda. O'shani hisobga olgan holda shu may oyini 15ida qo'chqorni qo'shdik, oktyabr 15idan tug'ishni boshlaydi. Oktyabr, noyabr oyida tug'ib bo'lsa, yanagi yilga mana hozir kunisi edi-ku, mart, aprelda. Bunda o'sha 4 oylik, 5 oylik bo'lib qoladi-da, sutdan chiqib mustaqil nima bo'lib qoladi-da. Ana. Maqsad shu. Sababi nimaga issiqdi kunda tug'maslikda? Issiqni kunda tug'masligining sababi endi masalan har xil sharoitiga bog'liq bo'ladi. Masalan, tog'li o'lkalarda, adirlardagi odamlar buni xohlamasligining sababi issiq vaqtda tug'ilgan qo'zi qo'y orqasida yuradi. Ha. Yo kichkina qo'y orqa qismida yurganligi uchun, sekin yurganligi uchun changi ko'proq yutadi. Ana. O'pkasi kasallanadi, boshqa bo'ladi. Ana. Endi issiqda har xil qo'zg'atuvchilar ham pashsha, boshqa haligi infeksiyalar ham tez yuqadi. Immunitet past bo'ladi-ku ularda. Ishtaha kam bo'ladi issiqda-deng. Qishda, sovuqda bunaqa kasalliklar kam bo'ladi. Haligi tashuvchilari ham kam bo'ladi. Ana shu vaqtda salqin vaqtda tuqqani yaxshi. Endi qishda emas, albatta, salqin vaqtda. Salqin vaqtda tug'sa bo'laveradi. Mana misol uchun tog'li o'lkalarda, masalan Qirg'izistonlarda bular qo'yni kech qo'shadi. Noyabr, dekabrda ham qo'shadi. Sababi mart, aprel, mayda tug'ish kerak. Sababi o'sha mayda o't o'sadi. Qo'zilarni erkin o'tlashi uchun, enalar yaxshi sutga to'yish uchun aprel, may oylarida ko'klam vaqtda tug'sin deydi. Sharoitdan kelib chiqib qilinadi-da bu narsani. Juda zo'r. Endi bizniki shu oktyabr, noyabrda dalaga chiqishni boshlaydi. Ha. O'sha yerda oziqa kuchli bo'ladi. O'sha tomonlarni hisobga olamiz-da.